Andijon viloyatida ekologik barqarorlikni ta'minlash va atmosfera havosining sifati yomonlashuvini oldini olish maqsadida izchil profilaktik ishlar davom etmoqda. Shu doirada viloyat ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamkorligida Xo'jaobod tumanida avtotransport vositalari ustidan keng qamrovli nazorat tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida harakatlanayotgan transport vositalarining atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlari zamonaviy o'lchov uskunalari yordamida aniqlik bilan tekshirildi. Me'yoridan yuqori darajada zararli modda chiqarib harakatlangan haydovchilarga nisbatan amaldagi qonunchilik asosida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va ularga belgilangan tartibda chora ko'rildi. Bunday profilaktik tadbirlar havo sifatini pasayishiga sabab bo'luvchi zararli gazlar, tutun va boshqa ifloslantiruvchi moddalar tarqalishini kamaytirishda, shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.